Mendan 2 qadam 3 qadam uzoqlikda kimdir pishqirib nafas olayotganini eshitdim. Oyimning singlari, ya'ni xolam yangi uy olishgan edi. Oyim ikkalamiz ko'chish ishlarida yordam bergani xolamni yangi uylariga bordik. Kuni bo'yi narsalarni ko'chirdik va kechga yaqin oyim uyga ketdi. Uyga borishlari kerak edi. Men narsalarni joylashtirishga yordam bergani qoldim. Kechga yaqin hovlidan g'alati ovoz keldi. Hovliga chiqib qarasam, hovlida kechalak bor ekan. Kechalak o'z-o'zidan qimirlab uchayotgan edi. Aksiga olib, hech qanaqa shamol ham bo'lmayotgan edi. Kechalakka uncha ahamiyat bermadim. Kimdir qimirlatib qo'ygan bo'lsa, hali ham qimirlab yotibdi deb o'yladim. Va xonaga kirishim bilan podvaldan tars etgan ovoz chiqdi. Xolam ikkalamiz kirib qaraganimizda yerga banka tushib sinib ketgan edi. Xolam bankani shupurib oldi-da, svetni o'chir deb chiqib ketdi. Svetni o'chirib xolam orqasidan bordim. Birdan xolam menga "Mahliyo, nimaga podvalda svetni o'chirmading?" dedi. "Voy, men o'chirganman xola" desam, "Yoniq turibdi, qara" dedi. Chiqib qarasam, rostdan ham yoniq turgan ekan. Bu voqealardan men hayratlandim. Xonamning svetini yoqib yotishga qaror qildim. Juda ham charchaganim sababli ko'zim ilinib qolgan ekan, xonamning sveti yoniq edi. Birdan cho'chib uyg'onib ketdim. Cho'chib uyg'onganimda xonamning svetini kimdir o'chirib qo'ygan edi. Va mendan 2 qadam 3 qadam uzoqlikda kimdir pishqirib nafas olayotganini eshitdim va qattiq hayajon bilan "Xola" deb baqirib yubordim.